C Sharp haqidagi darsimiz davomlashyotidi. Bu darsimizda so'zlaydiganimiz ma'lumot tipi, ya'ni data type. Programmadagi ma'lumot tipi programmalarni o'rganganda cho'qim bilishga tegishli asosiy mazmunlarning birisi. Boshqa mazmunlarni yodlashni va qanday qilishni ancha hojati yo'q. Lekin ma'lumot tipini cho'qim kallada oydinlashtirib olish kerak. Shunga C Sharp'da ishlatiladigan ma'lumotning tiplari to'g'risida ozroq tushuncha ko'rib o'taylik. C Sharp'da ta'minlangan tiplar töndigidek bir qancha turga bo'lindi. Birisi butun sonlar. Bu hammasi matematikadagi atalg'u, ya'ni algebra darslarimizda to'liqsizning birinchi yillar bu to'g'risida ma'lumotlar bor. Ya'ni butun sonlar bu yerda short, integer, long, byte, s byte qatorliqlar. Bu hammasi butun son tiplari. Ondan tabiiy sonlar. U short, u integer, ya'ni u int, u long deganga o'xshash. Bu tabiiy sonlar, ya'ni 0 dan boshlab cheksiz davomlashadigan sonlar. Hamda bu yerda programmada ishga saqlovishning yoki hisoblashning cheklamasi tufaylidan buningki yuqori chekiningki qimmati bor. Lekin tabiiy songa tabi. Butun sonlarmi shundoq. Ya'ni buningki chegarasi bor. Ondan haqiqiy sonlar, ya'ni bu kasr sonlarni o'z ichiga oldi. Bu asosliq matematikadagi ma'lumot tiplari, ya'ni sonlarning tiplari. Buning boshqa mazmunlarini yana davomli ko'ramiz. Boya so'zlab o'tgan tiplardan short, ya'ni bu yerdagi short, integer, long deganlarning hammasi butun son tiplari. Buning birdan bir farqi buningki qimmat olish doirasi o'xshamaydi. Ya'ni short eng qisqasi, ya'ni 2 byte bilan sonli qimmat ifodalaydi. Ya'ni bu -32768 dan musbat 32767 gacha bo'lgan qimmatlarni ola oladi. Integer degani 4 byte'liq. Buningki o'z ichiga ola oladigan qimmatlari 2ninki 32 darajasigacha to'g'ri keldi. Musbat manfiy. Long bu 8 byte'liq, ya'ni 64 bitlik butun son. Buningki ola oladigan qimmati texmi cho'ng. Hamda bu yerdagi float, double, decimal deganlar tabiiy sonlar. Ya'ni bu kasr sonini o'z ichiga oladi. Bu ya'ni kasr shu o'nliq kasr chikiti va kasr sonlarni ko'rsatadi. Buning alaydan qimmatlari nihoyat cho'ng, jadvalga patmaganlik uchun yozmadim. Ondan byte, s byte va byte. Bu ikkisining farqi faqat cho'ng kichiklik jihati farq qiladi. Birisi 1 byte, yana birisi 2 byte. Ondan boolean tipliq. Bu rasyalgan. Ikkilam qimmat ola oladi. Char. Bu Unicode barliq harflarni o'z ichiga ola oladi, ya'ni 0 dan boshlab 65535 gacha. Ondan string. Bu odatda tekstni ko'rsatadi. Hamda bu ma'lumot tiplarininki aniqlagan vaqtda cho'qim dastlabki qimmati bor. Biz dastlablashtırib qimmat bersak, biz bergan qimmatni oldi. Yoki bo'lmasa biz qimmat bermagan ahvolda faqat aniqlab nom qilib qo'ysak, buning dastlabki qimmatlarini oldi. Buning ichida boolean tipliqninki dastlabki qimmati false bo'ldi, biz qimmat bermagan vaqtda. Stringninki quruq bo'ldi, boshqalarning hammasining qimmati 0 bo'ldi. Yani dastlabki qimmati 0. Yuqorqi tiplardan boshqa yana bu bir obyekt ko'zlangan tilni olg'achqa biz xohlagancha tiplarni bekitib ishlata olamiz.
Yani biz kurgan class, struct yani kurulma, interface, iğiz, andın enam sanalma tiplarının hemmesi e, özümüz kurgan tip bulalaydı. Yani bununki tipleri hele erken. Biz e, bu məlumat tipleri doğrusunda azırak e, kod göreyli. Visual Studio'nu kozgattık. Yeni bir project kuraylı. Windows Forum Application olsun. Yani közneklik sistemi. E, Biz aldığın xetim saklaydıgan orununu bekitip bergen. Üstel yüzüdeki məşq mündəriske. Yani folderga hüccet kurdu. Biz project'nin ismini yazaylı. Data type is biz e, kod gözünkini açmakçı olsak e, bu yerda köznekninki hücceti tanlandı. Bundan keyin e, kodunu ko'rish degan bu knopkani bassak kod gözünkini açıdı. Mana açıldı. Yoki bo'lmasa ko'znakdagi yoki ko'znakning o'zini qo'sh chekish orqali dastlabki bir bekitilgan hodisalarninki kod yozish o'rnini ochqili bo'ldi. Masalan, ko'znakning o'ziga qo'sh cheksak, ko'znakninki qochirilish hodisasi ishladi. Biz bu yerga kod yozsak bo'ldi. Endi biz bu yerda konkret ma'lum maqsadni amalga oshiradigan kod yozmoqchi emas. Faqat ma'lumot tiplari bilan tunishmoqchi. Ma'lumot tiplari programma tilidagi bir ochiq so'zlar. Buni programma tuzish muhiti o'zi bevosita tunuydi. Biz yozsak ham bosh harfini buni davomi chiqadi. Masalan, integer int deganimiz integer shu. Bu yerdagi int deb yozsak, int deganimiz int 32 shu. Int 16 degani biz boya tilga olgan short degan tip shu. Int 64 deganimiz long degan tip shu. Yani hammasi butun son tipliq, yani butun sonni ham qimmat ola oladi. Masalan, short long deganlarning hammasi. Endi biz o'zgarguvchi miqdor aniqlash shaklida bir sinab boqayli. Short age dan 18. Masalan, bu yerdagi short deganimiz bu age yosh degan ismdagi bir o'zgarguvchi miqdorning tipi short tipliq. Yani bu o'zgaruvchi miqdorini aniqlashni keyingi darslarimizda davomli ko'ramiz. Biz bu yerda faqat sonliq ma'lumot tiplarini ham ko'rmoqchi. Uningdan boshqa ko'p ishlanadigan tiplardan string tip bor. Boya ko'rgan tiplardan decimal degan tip bor. Yani bu kesir sonlarni o'z ichiga ola oladi. Masalan, 1.5 deganga o'xshash. Decimal tipliq o'zgaruvchi miqdorlarga qimmat bergan vaqtida buning keyiniga m harfini qo'shib beramiz. Yani bu sonninki decimal ekanligini bildiradi. Buningdan boshqa tiplardan char deganga o'xshash. Bu
Visual Studio'da işlediğin ma'lumot tiplari. Bu tiplarni cho'qim ismlarini va buning qandaq qimmatlarni ola oladiganligini bilib olishimiz kerak. Buning qimmat elish doirasini bek inchga bilishning hojati yo'q. Faqat qandaq qimmatlarni ola oladi, qandaq qimmatlarni ololmaydi deganlarni bilib olishimiz kerak. Ma'lumot tipi to'g'risidagi darsimiz bu yerda oxirlashdi.